Demoy. Shu paytgacha qayerda yuribdi bu? Alo. Qayerlarda yuribsiz? Xotin? Ha, yig'ilishdaman. Majlis? Qanaqa majlis? Yoqing video vesti. Mana xotin mana. Yig'ilishdaman. Kelin, yaxshimisiz, charchamasizmi? Bo'pti, xayr. Shu xotining ham ezvordi bor. Hech qayerga chiqqani qo'ymaydi. Gaplashib anaqa qilsang bo'lmaydi. Ha, xavotir olma, boshqa qilmaydi. Vallahi xotin. Ha, xotin? Boya basseynda edingiz. Endi stol tennisimi? Ha, o'sha basseynning oldiga mana stol tennis kelgan ekan, o'shaning sifatini tekshiryapti. Mana ishda. Ha, Tekismi? Yaxshilab qara. Basseyn, stol tennis haddidan oshyaptimi? Yomon olib talaga kinoni. Kim topdi bu kinoni? Sen topdingmi? Ana boshqa kim topadi? Xotin. Ha, xotin. To'g'risini ayting, qattasiz? Jonim dedimi? Yo'q, jonim dedimi? Yo'q, xotin to'g'risini aytsam, ha, dachadaman. Lekin ishon, bu yerda hech qanaqa qizlar yo'q. Dachani birovlar uz sayti orqali buyurtma qilganmiz. Bu yerda hammasi halol. Ishonmasang, do'stlarimdan so'rab ko'rgan. Kelin birovlar o'z saytida oila va bolalar bilan qo'yar ekan. Xavotir olmang. Kelin, bu yerda hech qanaqa Janonlar bo'lmaydi. Eng gilamlisi dachani to'g'ridan-to'g'ri egasidan zakaz qilar ekansiz. Oilaviy budjetga zarar yetmaydi, narxlari arzon. Ana, ko'rdingmi xotin? Xohlasang ertaga ikkalamiz shu alohida dacha buyurtma qilamiz. Chiqamizmi? Shunday bo'lsa, natijangiz?